Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan biznesda bankrotlik va reabilitatsiya mavzusini ko'rib o'tamiz. Mavzumiz orqali ikkita narsani bilamiz, ya'ni bankrotlik nima haqida tushuncha hosil qilamiz va reabilitatsiya jarayoni haqida bilib o'rganib chiqamiz. Demak, biznesda bankrotlik va reabilitatsiya bu moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelgan kompaniyalar uchun muhim jarayondir. Ushbu jarayonda kompaniyaning moliyaviy ahvolini yaxshilash, kreditorlar bilan kelishuvga erishish yoki kompaniyani qayta tashkil etishga qaratilgan jarayon hisoblanadi. Ya'ni bankrotlik bu moliyaviy ahvoli qiyinlashganligi va uni davolash usullarini bu reabilitatsiya deb aytib o'tamiz. Bankrotlik bu kompaniyaning o'z majburiyatlarini qarzlarni to'lay olmaslik holatidir. Bankrotlik jarayoni odatda sud orqali amalga oshiriladi va kompaniya aksiyalarini sotish, kreditorlar bilan kelishuvga erishish va kompaniyalarni tugatishni o'z ichiga olishi mumkin va oxirgi jarayonda sud qarori bilan bu tugatishgacha olib keladi. Bu doimiy nazoratning bo'lmaganligi va resurslarni to'liq boshqarilmaganligidan dalolat beradi. Bu bankrotlik mana shu holatlarga olib keladi. Bankrotlarning bir necha sabablarini keltiramiz. Bu yerda noto'g'ri boshqaruv, samarasiz boshqaruv, qarorlar, moliyaviy nazoratning yo'qligi, iqtisodiy inqirozlar, umumiy iqtisodiy pasayish, talabning kamayishi, kuchli raqobat bankrot sabablariga olib keladi. Kuchli raqobat, narxlarning pasayishi, moliyaviy muammolar, yuqori qarz yuklamasi, likvidlikning yetishmasligi kabi bir necha sabablarni keltirishimiz mumkin. Bu bankrotning asosiy sabablari hisoblanadi. Shuni oqibatlari haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, kompaniya aktivlarining sotilishi, kreditlarning qisman yoki to'liq qanoatlantirilishi, kompaniyaning tugatishi yoki ishsizlikning oshishi va iqtisodiy zarar yoki qonunchilikda bo'lgan o'zgarishlar ham aynan shu bankrotlik oqibatlariga olib kelishi mumkin. Reabilitatsiya bu bankrotlikka uchragan yoki bankrotlik xavf ostida turgan kompaniyaning moliyaviy ahvolini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar majmuidir. Reabilitatsiya jarayoni kompaniyaning operatsiyalarini qayta tashkil etish, xarajatlarni kamaytirish, yangi moliyalashtirish manbalarini topish va kreditorlar bilan kelishuvga erishishni o'z ichiga oladi. Aynan mana shu reabilitatsiya jarayonida demak kompaniyani qayta oyoqqa turg'izish va o'sha og'riq nuqtani xatoni topib, uni davolashni mumkin deb aytishimiz mumkin. Reabilitatsiya maqsadlari kompaniya moliyaviy barqarorligini tiklash, kreditor bilan kelishuvga erishish, kompaniyaning faoliyatini davom ettirish, ish o'rinlarini saqlab qolish va iqtisodiy zararni kamaytirish jarayonlarini o'z ichiga oladi. Reabilitatsiya usullari qarzni qayta tuzish, qarzni to'lash muddatini uzaytirish, foiz stavkalarini kamaytirish, aktivlarni sotish, kompaniyaning asosiy bo'lmagan aktivlarini sotish orqali mablag' olish, operatsion xarajatlarni kamaytirish, ishchilar sonini qisqartirish, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va yangi moliyalashtirish, investorlardan yangi banklardan qo'shimcha mablag'larni jalb qilish, boshqaruvni yaxshilash, kompaniya boshqaruvini qayta tashkil etish, yangi menejerlarni tayinlashni o'z ichiga oladi. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, bankrotlik va reabilitatsiya biznes hayotining ajralmas qismi bo'lib, iqtisodiyotning sog'lom ishlashini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. To'g'ri tashkil qilish, aytilgan bankrotlik jarayonlari kreditorlarning huquqlarini himoya qilish, to'lovga qobiliyatsiz kompaniyalarni qayta tiklash va iqtisodiy barqarorlikni saqlashga yordam beradi. Xalqaro statistika shuni ko'rsatadiki, bankrotlik ko'rsatkichlari mamlakatlar o'rtasida sezilarli farq qiladi. Iqtisodiy sharoitlar, qonunchilik va biznes muhiti bilan juda bog'liq jarayondir. Demak, mana shu soliq tizimlarini yoki qonunchilikda o'zgarishlarni doimiy tadbirkor o'zi o'rganib, tadbiq etib, mana shu jarayonlar haqida o'z fikriga ega bo'lishi va uni qo'llay olishi, aynan soliq tizimini yaxshi tushuna olishi kerak. Bu holatlarni yaxshi bila olsa va operatsion boshqaruv tizimlarini yaxshi olsa, demak biz bilishimiz mumkinki, bankrot holatlariga olib kelmaydi. Shu bilan ma'ruzamiz yakunlandi. Rahmat.